Hurmatli o'quvchilar, hozir biz sizlar bilan Amir Temur bobomiz haqida gaplashamiz. Qani, kimda qanday fikrlar bo'lsa, marhamat, fikrlaringizni o'rtoqlaringiz bilan maslahatlashib bayon qiling, marhamat. Kimda qanday fikrlar bor? Qani Nilfarxon? Amir Temur buyuk sarkarda davlat arbobi va mohir strategik bo'lgan. U 1336-yilda hozirgi Samarqand viloyatining Yakkabog' tumanidagi Xo'jailg'or qishlog'ida tug'ilgan. U Temuriylar sulolasining asoschisi hisoblanadi. Yashang qizim, barakalla, juda ham mazmunli xabarlarni aytdingiz, yaxshi. Yana kim? Madinaxon, qani turinchi qizim? 1370-yilda Maravaonnahurda hokimiyatni qo'lga olib, markaziy Samarqand bo'lgan qudratli davlat barpo etdi. Qani kimda yana qanaqa fikr bor? Kimda ma'lumot bor? Qani? O'g'lim siz aytingchi. Hindistondan to Turkiyaga bo'lgan ko'p hududlarni O'ziga bo'ysundirdi, yashang. Yana kim qanday ma'lumotlarni biladi? Qani aytingchi. Amir Temur Samarqandni yirik ilm-fan, madaniyat va me'morchilik markaziga aylantirdi. Yashang o'g'lim. Yana kimda qanday fikrlar bor? Qani siz aytingchi. Amir Temur tashkil etgan davlat Temur tuzuklari deb nomlangan qonunlari bilan boshqarilgan, shiori kuch adolatdadir. Yashang. Yana kimda ma'lumot bor? Kimda? Qani siz aytingchi qizim. 1405-yilda Xitoyga yurishga otlanayotganda o'tirorda vafot etgan. Yashang.